Assalomu alaykum Tazlive kanali obunachilari. Kanalimizning chatida ko'pchilik yozyapti. Mani ilishkamga ham kelyapti bunaqa сообщениyalar, maxinatsiya yoki Photoshop birinchi raund bosyapmiz, lekin bizda proigrish asan, ikkinchi, uchinchi raund bosyapsan, tashlabsan kanalga. Da, bizning kanalda nerealniy koeffitsiyentlar beriladi. Takman sizlarga davom bilan stavka qilish, bank to'g'ri taqsimlash haqida bu videoda qisqacha tushuntirib o'taman. Boshdan oxirigacha ko'rib, tushunib, keyin biz bilan stavka qilishinglarni maslahat beraman. Bolalar, esinglardan chiqmasin. Raz o'ynayapsizlarmi, vaqtinglarni sarflayapsizlarmi, pul olib chiqib ketishga harakat qilinglar. Stabil ishlanglar, stopinglarni bilinglar. Strogo esinglardan chiqmasin. Bilasizlar, bu o'yinda azab juda ham kuchli. Bizlar videoni boshladik. Okay, let's go. Bankimizda 3,5 million so'm pulimiz bor. Kibersport, virtualniy, Mortal Kombat ishini bosamiz. Mortal Kombat X. Tak, biz har doim Mortal Kombat X o'yinida stavka qilamiz va boshlanmagan o'yinni olamiz. Основной fatality, brutality, P1, P2 и время больше меньше. Har doim bankinglarni 5 raundga bo'lib olinglar. Har bir raundga stavka qilish uchun, ya'ni dagonni davom ettirish uchun birinchi raund 50 ming so'm bosingiz o'tmadi, ikkinchi raundga stavka qilishingiz uchun 15-20 sekund vaqt beriladi. Shu vaqt oralig'ida dagonni davom ettirishinglar kerak bo'ladi. Tanya Braycho. Так, время больше меньше, P1, P2. Biza fatalityga dagonni boshlaymiz. 50 ming so'mdan boshladim. O'yin boshlanishini kutamiz. O'yinimiz boshlandi, ko'ramiz. Bizaga har doim fatalityga dagon boshlaganimizda yoki brutalityga, основном fatalityga dagon boshladikmi, bizaga P1 personajini g'alabasi kerak bo'ladi. I too dream of Viteria, Tanya. This dream has a sad ending. Round 1, fight. Stavkamizda birinchi raund o'tmadi. Istoriya stavka kiramiz. Вот обновить qilib, hozir o'tgan o'tmaganligini bilib, pram chetdan kirib dagonni davom ettirsak bo'ladi. Ikkinchi raund 100 ming bosamiz. Mana shu oddiy dagon deyiladi. Bu kanalimiz yangi obunachilar uchun, tushunmay stavka qilayotganlar uchun juda ham kerakli video. Boshidan oxirigacha ko'ringlar, обязательно. 50 ming, 100 ming, 200 ming, 400 ming, 800 ming, x2 barobar ko'tarib stavka qilishda davom ettirsanglar bo'ladi. You. I too dream of Viteria, Tanya. This dream has a sad ending. Round 1, fight. Bizning stavkamiz ikkinchi raund o'tdi. Nega desanglar, уже fatality koeffitsient ko'tarildi. Tak, bunda ham ko'p dagon bo'lmadi. Ko'p negativlar buni ham tushunarsiz video bo'ldi deb hisoblaydi. Boshqatdan men sizlarga dagon qilib ko'rsatib beraman. Qanday to'g'ri stavka qilishni. Tak, biz har doim boshlamagan o'yin olamiz. Kunlao Kotokan. Bunda tak. Bunda ham fatalga dagonni boshlaymiz 50 ming so'mdan. O'yin boshlanishini kutamiz. O'yinimiz boshlandi, ko'ramiz. Another challenger. Not just any challenger. Then come at me, little dog. Round 1, fight.
Stavkamizda birinchi raund o'tmadi. Bizda dagon boshlandi. Tak, 100 ming bosamiz. Story style kiramiz. Mana bundan oldingi o'yin. Ikkinchi raund g'alaba bo'lgan. Ikkinchi raund ko'ramiz. Bitta время. Tak, 23 menshi o'tgan birinchi raund. Bizda 358. Ya'ni fatality'ga dagon qo'yamiz hozir. Another. Bu stavkamizda ham ikkinchi raund g'alaba bo'lyapti, ya'ni kasting ko'tarilyapti. Agar ko'ryapsan bo'lsanglar. Bu o'yinimizda ham g'alaba. Ya'ni почти dagon bo'lmadi. Hozir men sizlarga yaxshi o'yin chiqishi bilanoq dagon haqida tushuntiraman. Biroz kutamiz. Raiden Casey Cage. Tak. Raiden Casey Cage. 50 ming so'mdan. Fatality'ga dagon boshlaymiz. O'yin boshlanishini kutamiz. Ko'proq bizlarga kerak bo'ladigan personajlar P1da joylashgan bo'lishi kerak. Raiden, Kung Lao, ya'ni Kenshi, Milliona. Juda ham katta farqi bor buni. Stavkamiz o'tmasligiga. O'yinimizga boshlanib ko'ramiz. Bu o'yinimizda brutality ertaroq o'tish kerak. Sababi koeffitsient kichkina. Fatalin keyingi katta. Brutality pikga berib olish ehtimoli ham bor. Shunaqa deydi chiqqan pikga. Va bizda dagon boshlandi. Ikkinchi raund 100 ming so'm stavka qilamiz. $50 ming stavka qildik. Birinchi raund o'tmadi, ikkinchi raund 100 ming so'm va g'alaba. 50 ming so'm stavka qilganmiz. Bu o'yinimizda Padriyat Fatality beryapti. Bu o'yinimizda ham ikkinchi raund. Kanalimizda shunaqa erta, tezroq o'tadigan nerealniy koeffitsiyentlar beriladi. Ko'p negativlar. Bu hech qanaqa maxinatsiya yoki qanaqadir Photoshop emas. Biz shundan foydalanamiz. Sizlarga ham ilm olmoq shu narsani. O'yinimizni ko'ramiz. Raiden boshqa poriyada chiqyapti bu o'yinda. Raiden boshqa darajada chiqyapti. Ikkinchi raund fatality o'tishi ehtimoli yuqori. Bizga faqat Raidenning g'alabasi kerak bo'ladi. Davot. O'zi ikkinchi raund g'alaba. Lekin Вот, aytganimdek Raidenning g'alabasi va fatality. Koeffitsient 528. Bizda kanalga joylaydigan stavkalar chuqur analiz qilinadi, personajlar o'rganiladi. Bundan oldingi o'yinda nimalar qilingan, nimalar bo'lgan, hammasi hisob-kitobga olinib, keyin kanalimizga stavka joylanadi. Bizga dagon bo'ladigan o'yin kerak. Boycho, yukang. Tak, bunda menshi без проблем 50 ming so'mdan boshlaymiz dagonni. O'yin boshlanishini kutamiz. O'yinimizning boshlanishidan oldin 20 ming so'mdan brutality'ga ham discover qilib ko'ramiz. Ya'ni dagon qilamiz. No risk. Bu pashta o'yinimizda boshlandi. Ko'ramiz.
Ko'pchilik vremyani qayerda joylashganini bilmaydi. Har bir raundga 90 sekund, ya'ni 1,5 minut vaqt beriladi. Shu vaqt mobaynida bu personajlar urushadi. Bularni hech kim o'ynamaydi. Biza shuni tushuninglar. Bir dona korobka bilan o'ynaymiz. Ya'ni qanaqadir apparat. Let us see if you remember my teachings. Hammasi You'll be pleased and kompyuterlashtirilgan. paid to see I do. Round 1. Fight. Raund vaqti вот tepada ko'rsatilgan raund vaqti. Vaqtga stavka qilganimizda bizaga ne значение, qaysi personaj yutishi. Yigirma ikki sekund. Biza vremyaga stavka qildik 37 sekund. Tak, dagonni boshladik. 100 so'm. Birinchi raundga 50 ming so'm bosgandik. Endi 40 ming so'm. Ko'ramiz. Vremya eng kattasi, ya'ni TBB to'xtab bo'lishi. Eng kattasi bo'ldi. Ikkinchi raund yuqori naqa bilan natsam bo'ladi. Menshi bo'lishi kerak. Master Boraicho. Har doim stavka qilinayotganda yoki kanalimizda stavka joylashishni boshlaganimizda stavka, основном stavka qiladigan fatality, brutality, бездавание, shuni zakripit qilib qo'ysanglar, boshida turadi shu narsa. Menimcha stavkamiz ikkinchi raunddan o'tmaydi. Üçüncü round 200 ming so'm. Brutalitiga 80 ming so'm. O'yinimizni boshdan ko'ramiz. Bu o'yinimizda azart juda kuchli. Har kuni kanalimizga 4-5 tagacha o'yin joylab boriladi. O'zbekiston vaqti bilan 20 kun o'ynaydi boshlaymiz. Chekki, 45 ta stavka qilamiz. Stop. I mean it. Round 1. Fight. Trained you. Vremyaga stavka qilganimizda o'tdi. Maksimum 3-4 raunddan bizani stavkalar o'tadi kanalda. Risk qilganimiz hali o'tgani yo'q. Buni oxirigacha boramiz. Bankilar kam bo'lsa, har doim risk yoki nimadirga urinib ko'rishni maslahat bermayman. Maksimalni 5-raundgacha o'tmasa, men buni qoplab olishim juda ham oson. Boshqa o'yinlardan bu pulni men chiqarib olaman. Lekin sizlarga risk qilishni maslahat bermayman. Har doim stabil ishlashinglarni maslahat beraman. Misol uchun 500 ming pul bilan kirdinglar, 100 ming so'm yoki 200 ming so'm, maksimal 20% bank ko'tarasizlar-da, to'xtatishinglarni maslahat beraman. Bu o'yinda qancha ko'p qolib ketsa, shuncha o'ziga jalb qilib ushlab qoladi bu o'yin. Azart juda kuchli. Лучше 5 ta chotki stavkani olib o'tish kerak. Yomon pul emas. 300 ming просто yarim soat, 1 soat o'tirib qilish. Brutality qilinishini ham ko'rdinglar mana. You embarrass
No risk stavkamiz ham o'tdi. Dagon qilish, stavka qilish shunaqa bo'ladi. Ko'pchilik ko'rdi va tushundi deb o'ylayman bu videoni. Telegram kanalimiz silkasi kommentariyada zakripit bo'ladi. Orada futbol o'yinlariga ham Express, Ordinar, ishonchli o'yinlarni joylab boriladi.